Aziz kuzatuvchilar, bugungi videomiz Chorny Agno'ning rang haqida bo'ladi. Bunaqa rang qanaqaligini sizlarga hozir bir qator ko'rsatib beraman. Ikki xil zotda sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilaman. Xo'sh, bunisi ham rangi Chorny Agno'ning deyiladi. Mana quyon ko'ryapsizlar. Bunaqa taglari olov rang bo'ladi. Juda ham chiroyli. Quloqlari kalta, hajmi kichkina quyon bo'ladi. Mana buni ham stoykalari bo'ladi. Quloqlari kalta, vestlari qancha kichkina bo'lsa, shuncha talab kuchli bo'laveradi bularga. Mana juda ham mitti quyon bo'ladi. Vestlari 1 kilo, 1,5 kiloga da boradi. Juda ham kichkina, chiroyli quyon bo'ladi. Bunisi ham Chorny Agno'ning hisoblanadi. Buni ham shu yerga olib ko'rsatsam, yaxshiroq ko'rinadi. Bu ham buni zoti hozirginiki karlik. Mana bunisi karlik, tikka quloq Chorny Agno'ning deyiladi bular. Bunisi belgiyskiy zays deyiladi. Buni ham rangi Chorny Agno'ning hisoblanadi. Ikkalasini ham rangida farqini ko'rmayapsizlar. Tepasi mana shunaqa qoramtir rang bo'ladi. Taglari bo'lsa mana shunaqa qizg'ish rang bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Bular yovvoyi quyonlar bilan chatishtirish natijasida hosil qilingan zot hisoblanadi. Bu zotda ham 5-6 xil ranglari bor. Men o'zim ko'rgan ranglar goldi bor, Chorny Agno'nisi bor, krasnokorichniysi bor, keyin oqi bor. Shu ranglardan ko'rganmiz O'zbekistonda. Keyin buni ham boshqacha ranglari bor. Gavan Agno'nisi bo'ladi, Belasivisi bo'ladi, Chorny Agno'ni, Chorny o'ttiri bo'ladi. Chorny Agno'ni haqida rang haqida mana tushunchaga ham oz bo'lsa ham ega bo'ldinglar. Quyoqlar o'zi ham go'zal. Bu rang boshqa ranglariga nisbatan odamni o'ziga jalb qiladigan xususiyatga ega. Haligi ko'pchilik Rottweiler it bo'ladi-yu, shunaqa itga o'xshataveradi. Misol uchun mana zays quyonimizni. Mana stoykalari ham bor, ranglari ham shunga o'xshaydi ekan deydi. Mana itni ham ko'rgansizlar, mana shunaqa Chorny Agno'niga o'xshagan rangi ham bo'ladi. Bizni kuzatib boringlar, bittadan like bosib, обязательно подписка bo'lib qo'yinglar. Quyon boqadigan tanishlarga ham jo'natib qo'ysanglar, oz bo'lsa ham qisqacha ma'lumot o'rnida bo'lib qoladi. Sog' bo'lasizlar.